Agar siz pensiya, nafaqa yoki kompensatsiya olayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki oxirgi vaqtlarda ko'pchilik odamlar bitta muammo bilan duch kelmoqda. Pensiya jamg'armasidan keladigan to'lovlar birdan kechikadi, kamayadi yoki umuman to'xtab qoladi. Eng og'ir tomoni shundaki, odam ko'pincha nima sabab bo'lganini darrov tushunmaydi. Bank kartasiga pul tushmaydi. Pochta orqali to'lov kelmaydi. Idoraga borsa tekshiruv ketmoqda, ma'lumot yangilanmagan, tizimda muammo bor degan javoblarni eshitadi. Men bugun sizga pensiya jamg'armasi to'lovlarini to'xtatishi yoki vaqtincha ushlab turishiga olib keladigan 6 ta asosiy sababni juda sodda, aniq va misollar bilan tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, nogironlik nafaqasi oluvchilarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, parvarish puli olganlarga va yaqinlari pensiya olayotgan har bir oilaga tegishli. Videoni hozir oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato oylar davomida pulingiz kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing, chunki men bunday muhim ijtimoiy va huquqiy masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Oldin pensiya tizimida ko'p jarayonlar, qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, pochta ro'yxati va qo'lda yuritiladigan arxivlar orqali tekshirilardi. Odam pensiyaga chiqqandan keyin odatda belgilangan joydan pulini olib yurardi. Agar yashash joyi o'zgarsa, chetga chiqsa yoki hujjatda kamchilik bo'lsa ham ko'p hollarda bu darrov aniqlanmasdi. Ba'zan ma'lumotlar kech yangilanardi. Ba'zan idoralar o'rtasida bog'lanish sust bo'lardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Pensiya tizimi tobora raqamlashtirilmoqda. Fuqarolik holati dalolatnomalari, migratsiya ma'lumotlari, bank kartalari, soliq, ish staji, nogironlik bo'yicha tibbiy komissiya xulosalari, yashash manzili va boshqa ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan adolatni oshiradi. Noqonuniy to'lovlar kamayadi. Ortiqcha yoki noto'g'ri tayinlangan pullar aniqlanadi. Lekin oddiy odam uchun xavfli tomoni ham bor. Bitta baza yangilanmasa, pasport ma'lumoti eski qolsa, bank kartasi bloklansa yoki komissiya xulosasi muddati tugasa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Men bu yerda hammaning pensiyasi to'xtaydi demayapman. Yo'q, agar hujjatlar joyida bo'lsa, ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, pensiya olish huquqi saqlanib tursa, odam xavotirga tushmasligi kerak. Lekin kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Hujjatini yaqinda almashtirganlar, yashash joyini o'zgartirganlar, chet elga uzoq muddatga ketganlar, nogironlik guruhi muddati tugash arafasida bo'lganlar, bank kartasi bilan muammo qilganlar, boshqa davlatdan pensiya yoki daromad olayotganlar, vafot etgan yaqinining pensiyasi masalasini o'z vaqtida rasmiylashtirmaganlar juda ehtiyot bo'lishi kerak. Eng ko'p uchraydigan sabab shaxsiy ma'lumotlar bazalarda bir xil ko'rinmasligidir. Masalan, pasportingiz yangilangan, ID karta olgansiz, familiyangiz o'zgargan, tug'ilgan sana yoki ism yozilishida bitta harf farqi bor. Siz uchun bu mayda narsa tuyuladi, lekin elektron tizim uchun bu jiddiy nomuvofiqlik. Tizim bu odam o'sha odammi yoki boshqa odammi degan savolga aniq javob olmaguncha to'lovni tekshiruvga qo'yishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Pasportda yangi familiya, bank kartasida esa eski familiya qolgan. Pensiya jamg'armasi bazasida esa eski hujjat raqami turibdi. Natijada pensiya tayinlangan shaxs bilan karta egasi bir xil ekanini tizim avtomatik tasdiqlay olmaydi. Bunday holatda to'lov kechikadi yoki qayta tekshiruvga tushadi. Yana bir misol, pensioner 2003 yilda ID karta olgan. Lekin pensiya jamg'armasiga borib yangi hujjat ma'lumotini yangilatmagan. U har oy 1 million 200 ming so'm pensiya olib yurgan. Bir oy kelib bank kartasiga pul tushmadi. Idoraga borganda pasport ma'lumotingiz ba'zida eski. Yangi hujjat bilan moslashtirish kerak deyildi. Bu yerda odam pensiya huquqini yo'qotmagan, lekin to'lov texnik va hujjat tekshiruvi sabab ushlangan. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, bank hisobingiz o'z nomingizda bo'lsa, pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumotlar ID kartangizdagi ma'lumotlar bilan mos bo'lsa, odatda muammo bo'lmaydi. Lekin men baribir kamida yiliga bir marta ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Pensiya va nafaqa to'lovlarida yashash manzili juda muhim. Chunki ayrim to'lovlar hududiy bo'lim orqali yuritiladi. Ayrim ijtimoiy nafaqalar yashash joyi, mahalla, oilaviy holat yoki daromad mezonlariga bog'liq bo'ladi. Agar odam bir tumandan boshqa tumanga ko'chib o'tsa,
lekin pensiya ishi eski tumanda qolsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Masalan, Toshkent viloyatida yashagan pensioner Samarqandga ko'chib ketdi. U bank kartasiga pul tushaveradi deb o'yladi. Bir necha oy muammo bo'lmadi. Keyin ro'yxat ma'lumoti yangilanganda tizim uning hududini o'zgargan deb ko'rsatdi. Pensiya ishi yangi hududga o'tkazilmagani uchun to'lov vaqtincha to'xtadi. Odam esa nega pulimni bermayapti deb hayron bo'ladi. Bu ayniqsa nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov, bolalar nafaqasi yoki parvarish puli kabi to'lovlarda juda seziladi. Chunki bunday to'lovlarda nafaqat shaxs, balki oila tarkibi, yashash sharoiti, mahalla ma'lumotlari va boshqa omillar ham tekshiriladi. Agar ro'yxatda bir joyda, amalda boshqa joyda yashasangiz, tizim savol beradi. Buning oqibati nima bo'ladi? Yengil holatda sizdan manzilni tasdiqlovchi hujjat so'rashadi. Murakkab holatda to'lov tekshiruv yakunlanguncha ushlab turiladi. Agar odam noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa yoki to'lovga ta'sir qiladigan holatni yashirgan bo'lsa, ortiqcha to'langan pullarni qaytarish masalasi ham chiqishi mumkin. Bu juda muhim masala. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladigan odamlar albatta tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi muddatiga e'tibor berishi kerak. Ba'zi nogironlik guruhlari muddatsiz belgilanadi. Ba'zilari esa ma'lum muddatga beriladi. Agar muddat tugasa va odam qayta ko'rikdan o'tmasa, pensiya jamg'armasi to'lovni davom ettirish uchun qonuniy asos ko'rmaydi. Fuqaro ikkinchi guruh nogironligi bo'yicha oyga 1.500.000 so'm to'lov oladi. Uning tibbiy xulosasi iyulgacha amal qiladi. U esa meni baribir bilishadi, kasalligim o'zgarmagan deb qayta ko'rikka kech boradi. 1 iyuldan keyin tizimda amaldagi xulosa ko'rinmaydi. Natijada avgust oyidagi to'lov to'xtaydi. Keyin u komissiyadan o'tadi, xulosa yangilanadi, lekin pulni qayta tiklash jarayoni vaqt olishi mumkin. Bu yerda eng katta xato shuki, odamlar tibbiy xulosa muddatini pensiya to'lov sanasi bilan adashtiradi. Men har oy 10 sanasida pul olaman, demak 10 sanasigacha vaqtim bor deb o'ylashadi. Aslida huquqni tasdiqlovchi hujjatning amal qilish muddati qachon tugasa, muammo o'sha kundan boshlanishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning nogironlik guruhi muddatsiz belgilangan bo'lsa va hujjatlar bazada to'g'ri aks etgan bo'lsa, bu sabab sizga taalluqli emas. Lekin muddatsiz xulosa bo'lsa ham, shaxsiy ma'lumotlar, bank hisobi va yashash manzili yangiligi baribir muhim. 4-sabab. Chet elga chiqish yoki uzoq muddat yashash bilan bog'liq tekshiruvlar, chet elga chiqish masalasi ko'pchilik o'ylagandan ancha nozik. Odam chet elga davolanishga, farzandlari yoniga ishlashga yoki vaqtincha yashashga ketishi mumkin. Pensiya olish huquqi har doim ham avtomatik yo'qolmaydi. Lekin ayrim holatlarda pensiya jamg'armasi odamning tirikligi, yashash joyi. Boshqa davlatdan pensiya olayotgani yoki to'lovni kim olayotgani bo'yicha tekshiruv o'tkazishi mumkin. Masalan, pensioner Rossiyaga farzandlari yoniga ketdi. Bank kartasi O'zbekistonda qolgan, pulni esa qarindoshi yechib turibdi. Bir necha oy hammasi tinch. Keyin tizimda fuqaro uzoq muddat mamlakatdan tashqarida ekani ko'rinadi. Savol tug'iladi. Pensionerning o'zi tirikmi? U pulni olyaptimi? Ishonchnoma bormi? Karta undan ruxsatsiz ishlatilmayaptimi? Shunday holatda to'lov vaqtincha tekshiruvga tushishi mumkin. Yana bir holat. Odam boshqa davlatda doimiy yashash maqomini olgan yoki boshqa davlatdan ham pensiya olishni boshlagan. Bunda davlatlararo kelishuvlar, pensiya turi, yashash maqomi va hujjatlar muhim bo'ladi. Har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Men bu yerda hammani qo'rqitmoqchi emasman, lekin chet elga uzoq muddat ketayotgan odam pensiya jamg'armasiga oldinda murojaat qilib, mening to'lovim qanday tartibda davom etadi deb yozma yoki rasmiy tushuntirish olishi kerak. Eng katta xavf karta va ishonchnoma masalasida. Pensioner chetda, kartasi uyda, PIN kodini boshqa odam biladi. Bu nafaqat to'lovni to'xtatishga, balki oilaviy nizo va moliyaviy zarar keltirishga ham sabab bo'ladi. Agar odam pensiyasini vakil orqali olishni xohlasa, buni qonuniy ishonchnoma bilan rasmiylashtirish kerak. 5-sabab. Bank kartasi, hisob raqami yoki pochta to'lovi bilan bog'liq muammolar ba'zan odam pensiya jamg'armasi pulimni to'xtatdi deb o'ylaydi. Aslida muammo bank yoki to'lov kanalida bo'ladi. Karta muddati tugagan bo'lishi mumkin. Karta bloklangan bo'lishi mumkin. Bank hisob raqami yopilgan bo'lishi mumkin. SMS xabarnoma ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Yoki pul kelgan bo'lsa ham odam buni ko'rmayotgan bo'lishi mumkin. Misol, pensionerning
kartasi 2024 yil sentyabrda tugagan. U buni e'tiborsiz qoldirgan. Oktyabrda pensiya hisoblangan, lekin karta faol bo'lmagani uchun pul tushmagan yoki qaytgan. Pensioner pensiya jamg'armasiga boradi. U yerda biz to'lovni yuborganmiz deyshadi. Banka borsa, kartangiz muddati tugagan, yangi karta ochish kerak deyshadi. Bu oddiy texnik masala, lekin odam uchun katta stress. Yana bir misol. Sud ijrosi, qarzdorlik, aliment, kredit yoki boshqa sabab bilan bank hisobiga cheklov qo'yilgan bo'lishi mumkin. Pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ushlab qolish tartibi qonun bilan cheklangan bo'lsa ham, amalda hisob bloklanishi yoki yechib olishda muammo paydo bo'lishi mumkin. Bunday holatda faqat pensiya jamg'armasiga emas, bankka va zarur bo'lsa majburiy ijro byurosiga ham murojaat qilish kerak. Pochta orqali oladiganlarda ham alohida muammolar bo'ladi. Odam uyda bo'lmaydi, pochta xodimi kelib topmaydi, ro'yxatda manzil noto'g'ri yoki pensioner vaqtda pulni olib ketmaydi. Keyin to'lov qaytadi va keyingi oyda aniqlashtirish kerak bo'ladi. Shuning uchun pul qaysi kanal orqali kelayotganini aniq bilish shart. Bank kartasimi, omonat hisobimi, pochta yetkazib berishimi yoki boshqa tartibmi? Eng og'ir sabab shu. Ba'zan pensiya jamg'armasi oldin to'langan summalarni qayta tekshiradi. Ish staji noto'g'ri hisoblanganmi? Maosh haqidagi arxiv ma'lumot tasdiqlanadimi? Nogironlik hujjati haqiqiymi? O'quvchisini yo'qotganlik holati davom etyaptimi? Talaba haqidagi ma'lumot o'zgarganmi? Oila tarkibi yoki daromad yashirilmaganmi? Bular tekshirilishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha farzand 1-2 yoshdan keyin kunduzgi ta'limda o'qisa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin u o'qishni tashlab yuborsa yoki sirtqi shaklga o'tsa, bu ma'lumot to'lovga ta'sir qiladi. Agar oila bu haqda xabar bermasa, bir necha oy yoki yil ortiqcha pul to'lanishi mumkin. Keyin tekshiruvda aniqlansa, to'lov to'xtatiladi va ortiqcha olingan summa qaytarilishi talab qilinadi. Yana bir misol. Parvarish puli olayotgan odam aslida parvarish qilinayotgan shaxs bilan yashamaydi yoki parvarish vazifasini bajarmaydi. Hujjatda bir xil, amalda boshqa. Tekshiruv kelganda bu aniqlansa to'lov bekor qilinadi. Bu yerda men bilmagandim degan gap har doim ham yordam bermaydi. Chunki ijtimoiy to'lovlarda ma'lumot to'g'riligi uchun ariza beruvchi ham javobgar bo'ladi. Pensiya tayinlashda ish staji va ish haq hujjatlari ham katta ahamiyatga ega. Eski korxonalar yopilgan, arxivlar yo'qolgan, ma'lumotnomalar noto'g'ri berilgan bo'lishi mumkin. Agar keyin ma'lumot tasdiqlanmasa, pensiya miqdori qayta hisoblanadi. Masalan, odam 2 million so'm pensiya olib yurgan, tekshiruvdan keyin ayrim stajlar tasdiqlanmagani uchun pensiya 20 million 700 ming so'mga tushishi mumkin. Bu og'ir. Lekin hujjat asosida hal qilinadi. Endi juda muhim nuqtani tushuntiraman. To'lov to'xtagan degani har doim pensiya bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan to'lov vaqtincha ushlab turiladi, chunki hujjat yangilanishi kerak. Ba'zan pul hisoblangan bo'ladi, lekin bankdan qaytgan bo'ladi. Ba'zan bitta oy kechikadi, keyin qarzdorlik sifatida birga to'lanadi. Shuning uchun birinchi kuniyoq vahimaga tushish emas, aniq sababni yozma ravishda bilish kerak. Yana bir nozik jihat, og'zaki javobga ishonib qolmang. Tizimda muammo, kutib turing, keyingi oy tushadi degan gaplar sizga huquqiy kafolat bermaydi. Men har doim fuqarolarga shuni aytaman. Agar pul tushmasa, rasmiy murojaat qiling. Murojaatda mening falon turdagi pensiya yoki nafaqa to'lovim qaysi sababga ko'ra to'xtatilgan yoki kechiktirilganini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozing. Shunda idora aniq javob berishga majbur bo'ladi. Yana bir holat, pensioner vafot etgandan keyin uning kartasiga pul tushishi yoki tushgan pulni qarindoshlar yechib olishi. Bu juda xavfli. Vafot etgan shaxs nomiga kelgan to'lovlarni ruxsatsiz ishlatish keyinchalik qaytarish talabiga olib keladi. Dafn puli, meros, oxirgi oy pensiyasi kabi masalalar alohida tartibda rasmiylashtiriladi. Shuning uchun kartada pul turibdi, olib ishlataveramiz degan yondashuv to'g'ri emas. Talabalar, voyaga yetmaganlar va o'quvchisini yo'qotgan oilalarda ham nozik jihatlar ko'p. Farzand o'qishni tugatsa, akademik ta'tilga chiqsa, ta'lim shakli o'zgarsa, turmush qursa yoki boshqa huquqiy holat yuz bersa, to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Har bir o'zgarishni yashirmasdan vaqtida bildirgan ma'qul. Chunki bugun bildirmasangiz, ertaga elektron baza baribir ko'rsatadi. Lekin ungacha ortiqcha to'lov yig'ilib qolgan bo'ladi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar pensiya yoki nafaqa to'lovi to'xtasa nima qilish kerak? Birinchi qadam, vahimaga tushmang.
Lekin kutib ham o'tirmang. To'lov odatda qaysi sanada tushishini bilasiz. Agar odatdagi sanadan bir necha ish kun o'tsa va pul kelmasa, darhol bank ilovasini, SMS xabarlarini va kartaning faol yoki faol emasligini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Hisob bloklanmaganmi? Pul tushib qaytmaganmi? Shuni bankdan so'rang. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank karta ma'lumotlari, telefon raqamingiz va agar mavjud bo'lsa oldingi to'lovlar haqida ma'lumotni olib boring. Agar nogironlik bo'yicha to'lov bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasini ham oling. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, tug'ilganlik guvohnomasi, vafot etgan shaxsga oid hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam. Albatta yozma ariza qoldiring. Arizada shunday mazmun bo'lsin: menga tayinlangan pensiya yoki nafaqa to'lovi falon oydan boshlab kelmayapti. To'lovning to'xtatilishi, kechiktirilishi yoki qayta hisoblanishi sababi haqida yozma tushuntirish berishingizni, agar hujjat yetishmasa, qaysi hujjat kerakligini ko'rsatishingizni so'rayman. Ariza nusxasiga kirim raqami qo'ydiring yoki elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. 4-qadam. Hujjatlarni tartibga keltiring. ID karta nusxasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, bank rekvizitlari, nikoh yoki familiya o'zgarish hujjati, nogironlik xulosasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma, ish staji hujjatlari, qaysi biri sizga tegishli bo'lsa shularni yig'ing. Men har bir pensionerga bitta alohida papka qilishni maslahat beraman. Ichida barcha asosiy hujjatlar, eski qarorlar, to'lov ma'lumotlari va murojaat nusxalari tursin. 5-qadam. Agar og'zaki javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qiling. Murojaatda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Qaysi oy pul kelmadi, qancha miqdorda kelishi kerak edi? Qaysi bo'limga bordingiz, kim nima dedi? Qaysi hujjatlarni topshirdingiz? Hujjat nusxalarini ilova qiling. Aniq yozilgan murojaat tezroq va sifatliroq ko'rib chiqiladi. 6-qadam. Agar to'lov qonunsiz to'xtatilgan deb hisoblasangiz, yuridik maslahat oling. Ba'zi holatlarda sudga murojaat qilish, qayta hisob kitobni talab qilish yoki ortiqcha ushlab qolingan summani undirish mumkin bo'ladi. Lekin buni hujjatsiz faqat gap bilan qilish qiyin. Shuning uchun har bir javob, har bir ariza, har bir ma'lumotnoma nusxasini saqlang. Yana bir muhim maslahat: yaqinlaringizning pensiyasini ham nazorat qiling. Keksalar ko'pincha bank ilovasidan foydalana olmaydi. SMSni tushunmaydi. Idoraga borishga qiynaladi. Farzandlar yoki nabiralar oyiga bir marta karta muddati, to'lov kelgani, hujjatlar muddati, telefon raqami ishlashi, yashash manzili to'g'ri turishini tekshirib qo'ysa, katta muammolarning oldinadi. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak? Yaqinda ID karta olganlar, familiyasini o'zgartirganlar, boshqa hududga ko'chganlar, chet elga uzoq muddat ketayotganlar, nogironlik muddati tugayotganlar, talaba maqomi o'zgarayotganlar, parvarish puli olayotganlar, bank kartasi muddati tugaganlar, vafot etgan yaqinning to'lovlari bo'yicha masala ochiq qolganlar. Agar siz shu ro'yxatdan bittasiga ham kirsangiz, keyin qarayman demang, bugun tekshiring. Demak, pensiya jamg'armasi to'lovlari ko'pincha 6 ta sabab bilan to'xtaydi yoki kechikadi. Shaxsiy ma'lumotlar mos kelmasligi, yashash joyi o'zgarishi, nogironlik yoki tibbiy xulosa muddati tugashi, chet elga chiqish bilan bog'liq tekshiruvlar, bank kartasi yoki to'lov kanali muammolari, hamda ortiqcha to'lov yoki noto'g'ri tayinlash bo'yicha qayta tekshiruv. Eng muhimi, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Sababni yozma ravishda biling va hujjatlaringizni tartibga keltiring. Agar sizda yoki yaqinlaringizda pensiya to'lovi kechikkan, kamaygan yoki to'xtagan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hudud, qaysi to'lov turi va qanday javob berishdi. Boshqalarga ham foydasi tegishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgisini yoqing. Chunki keyingi videolarda men pensiya qayta hisoblanishi, stajni tasdiqlash va ortiqcha ushlab qolingan pullarni qanday talab qilish haqida ham batafsil tushuntirib beraman.